Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: agar bir ayol erini zino qilganligini bilib qolsa, taloq so'rashga haqqi bormi dedilar. Avvalambor ko'pchilik shunaqa narsani aytadi, zino qilganligini bilib qoldik, zino qilibdi ekan, eshitdik. Shariatda qachon bir inson zino qilgan deb shunga bir hukm qo'yiladi? Alloh taolo bunga 4 guvohni shart qilgan. 4 guvoh erkaklik a'zosi ayol a'zosida turganligini ko'rgan bo'lish kerak. Shunchaki ikkalasi bitta uyga kirib ketdi, shu mashinasiga mindirib ketdi, ikkalasini shu ko'rib qolishibdi degan gaplar bu zino qilibdi degani emas. Bitta xonada ushlab oldi degani ham zino qilibdi degani emas. 4 ta odam guvohlar shu haqiqatda ikkalasi zino qilayotganligini ko'rgan bo'lish kerak. Umar radhiyallohu anhu zamonida 4 odam kelib bittasini zino qilibdi ekan ko'rdik deb guvohlik bergan. Umar radhiyallohu anhu birma-bir so'rab chiqadi. Birinchidan so'raydi. Ko'rdingmi deydi. Ha, nimani ko'rding deydi. Ha, shu surmadonda turgandek ko'rdim deydi. Xo'p deydi. Ikkinchidan so'raydi, shunaqa deydi. Uchinchidan so'raydi, shunaqa deydi. To'rtinchidan sen ham shunaqa ko'rdingmi desa, "Hayga men bu darajada ko'rmadim-ku, lekin shu bitta erkak bilan bitta ayol yotganini ko'rdim" deganda, uchalasini ushlab hammasini 80 darradan uradi. Yolg'ondan guvohlik beryapsan deydi. Demak, shariatda bu oson emas. Bitta odamga zino qilibsan degan tuhmatni berishlik. Xo'p, endi aytaylik, xo'p zino qildi ham deylik yoki zino qilmagan bo'lsa ham yuqorida aytilgandek bir fahshda ushlandi, bir munkar ish ustida ushlandi begona ayol bilan. Shunda nima qilinadi? Ayol talab qilishga haqqi bormi desa, to'g'ridan to'g'ri shu masalani o'zi bilan talab qilib ketilavermaydi. Masalani tamomiy o'rganish kerak. Ehtimol ayol nuqsonga yo'l qo'ygan, shuning uchun erkak zino qilib yurgandir. Doim demayman, ehtimol yani. Ehtimol ayol masalan o'ziga qaramaydigan, ehtimol boshqa holatlar, hamma holatni o'rganish kerak bunda. Va xuddi shuningdek bu erkakda masalan shu yaxshi odam-ku, lekin bir shu ishga tushib qoldi masalan. Shunaqa holatmi? Yoki bu o'zi erkakni hamma vaqt bir qilib yuradigan ishimi? Shunaqa holatga ham qarab inobatga olinish kerak. Agar erkakdan bir marta shu ish sodir bo'lib qolgan bo'lsa, hech oldin bunaqa fahsh munkarga o'rlashmagan erkak bo'lsa, ayol erini shu yaxshi odam edi deb bilsa, aslida ayol erini yonida turib berish kerak shunaqa vaziyatda. Uni sharmanda qilmasdan, aksincha shu ishini yopib berkitib, tavba qil, Allohdan qo'rq deb unga tushuntirib, shu taramonida bo'lib, uni isloh bo'lishiga yordamchi bo'lish kerak. Lekin agar bu ishlar bir necha barobar takrorlanayotgan bo'lsa, bu nasihatlar foyda bermayotgan bo'lsa, erkak shunaqangi o'zi buzuq odam bo'lsa, bunaqa holatda ayol undan talab qilishga haqqi bor va unaqa erkak bilan yashashda ham o'zi xayr bo'lmaydi. Chunki bu ayolga zarar. Har qanaqangi ayol bilan yotib kelib, keyin bu ayol bilan ham yotishligi bu ayolga zarar. Ayol o'ziga zarar bo'ladigan narsani ketkizishlikka haqqi bor. Men javobini ber desa, hech qanday gunohkor bo'lmaydi. Hattoki bu xulov yo'li bilan bo'lsa ham. Ya'ni ayol mahrni eriga qaytarib berib, taloq talab qilish yo'li bilan bo'lsa ham. Chunki Alloh taolo oyatda al-xobisatu lil-xobisin val-xobisuna lil-xobisat. Bo'lmag'ur erkaklar bo'lmag'ur ayollarga bo'ladi degan. Bunaqangi bo'lmag'ur erkak bo'lsa, bunaqangi ayol, u pokiza ayol, u bilan yashab yurishi yaxshi bo'lmaydi. Vallohu alam.